Uch narsa borki, musulmon yinog'ayingizni yuragida sizning muhabbatingizni ko'paytiradi. Bu Hazrat Umar roziyallohu ta'ala anhuning qavllaridir. Aytadilar, birinchisi buyki, sen ibtido unga salom ber. Salomning unga avvalroq ber. Salomning sen unga avval bilan ber. Bu birinchi narsaki, musulmon yinog'ayingizni yuragida sizning muhabbatingizni ko'paytiradi. Ikkinchisi buyki, unga sen bir majlisda unga joy ber, joy och. Bu Nabiy Karim sallallohu alayhi va sallamning bir sunnati mutahharalari. Bir o'zi masjidda tashrif topgan edilar. Sahobiy ikrom keldilar. Nabiy Karim sallallohu alayhi va sallam qimillab unga joy berdilar. Sahobiy ikromiki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir andaktarin bir harakat etishliklariga ham mutavajjih edilar. Aytdilar, ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, masjid faroh, katta bir masjid. Siz qimillamagan suratingizda ham, joy ochmagan suratingizda ham bu masjidda joy bor edi. Mana bu yerda kelib o'ltiradilar degan bir mafhumning bular aytdilar. Undan sonra payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, vaqtiki bir majlisga bir inog'ang keladi, buning haqqiki o'shanga nima qilinsa joy ko'rsatilsa dedilar. Binoan bu narsa ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari va ham bir musulmon yinog'ayizning yuragida sizning muhabbatingizni ko'paytiradigan bir narsa. Uchinchisi buyki, u narsaki muhabbatni ko'paytiradi, uni yaxshi bir ot bilan qishqirishlik va yaxshi bir ot bilan sado qilishlik ki uning nazdida, o'sha muhotabizning nazdida yaxshitarin otiki o'sha fikr qiladi, o'sha ot bilan uning qishqirish.